Assalomu alaykum hammaga Istanbulda hammaga salom. Demak, bugungi videomizda biz ozgina Turkiyada O'zbekistondan kelmoqchi bo'lgan va Turkiyaning ichidagi bo'lgan noqonuniy yashayotgan, ya'ni qochoq bo'lib yashayotgan O'zbekiston fuqarolari, umuman qochoq qolgan insonlar uchun anchagina yangilik bor. Videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ringlar. Agarki sizlarga qiziq bo'lsa, mana shunaqangi Turkiyada qochoq bo'lsalaring yoki bo'lmasa Turkiyaga kelmoqchi bo'lsalaring. Chunki bu videoda sizlar uchun ozgina bo'lsa ham foydali ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Hop, Turkiyada, ya'ni Turkiya ancha vaqtlardan beri misol dokument qilish masalalari oson bo'lib kelgan, lekin ayni vaqtga kelib anchagina qiyinlashgan Turkiyada. Xo'p, hozir mana shu ozgina bo'lsa ham asta-sekinlik bilan dokument olish masalalari anchagina yengillashyapti. Albatta, bu ya'ni shu O'zbekistondan Turkiyaga kelmoqchi bo'lgan insonlar uchun juda ham katta xushxabar. Chunki endi asta-sekinlik bilan siz Turkiyaga kelib, dokumentlaringizni qilib, qonuniy ishlashingiz mumkin. Ya'ni qochoq qolmaysiz. Turkiyada dokument qila olmagan insonlarni nelegal insonlar qochoq deb atashadi. Qochoq qolmaysiz, dokument qilishingiz mumkin. Buning uchun siz uy ishlarida ishlashingiz kerak. Asosan uy ishlarida, ya'ni kampirga qarash, nogironlarga qarash, yosh bolaga qarash, umuman shunaqangi uy xizmatlarida ishlashingiz kerak. Shunaqa ishlarda ishlasangiz, sizni boshlig'ingiz hukumatga murojaat qilib, sizga dokument olib berishi mumkin. Ya'ni o'tirimizin va o'tirimizdan so'ng sizga o'sha chalishmazin qilib beriladi. Ya'ni o'tirimizda registratsiya bo'lsa, chalishmazin bu o'zimizning Moskvadagi patentga o'xshagan narsa. Xo'p, undan tashqari Turkiyada qolgan, ya'ni qochoq qolgan insonlar uchun, ya'ni dokument qila olmagan, kelganiga 3 oy bo'lgan, 3 oydan o'tib ketgan, dokument qilishga uspet qilmagan insonlar uchun mana mart oyida af chiqdi deyishyapti. Ya'ni imkoniyat, imtiyoz chiqdi deyishyapti. Bu ham qanaqangi insonlarga, faqatgina uy ishida ishlaydigan insonlarga va pasport tugash sanasi srogi 8 oy, eng qisqasi 8 oy bo'lgan insonlarga va boshlig'i 100 ming lirani atrofida 100 ming lira va 100 ming liradan ko'p oylik oladigan insonlarni patrullar bilan birgalikda, ya'ni qonunni buzmagan bo'lsa, Turkiyaga o'sha qonuniy kirib kelgan bo'lsa, ya'ni u qonuniy kirib kelgan hech qanday Turkiya zakonlarini buzmagan bo'lsa, bular shu go'ch idorasiga murojaat qilib patrullar bilan birgalikda, ya'ni boshliqlar bilan birgalikda o'z holatlarini qonuniylashtirish imkoniyati chiqdi deb aytilyapti. Bunaqangi imkoniyat juda ham xursandchilik, xushxabar deb aytsam bo'ladi. Chunki Turkiyada juda ham ko'p insonlar noqonuniy yashab, ishlab yuribdi ayni damda. Bu ular uchun juda ham katta imkoniyat. Chunki albatta ko'chalarda xotirjam yurishingiz uchun, dam olishingiz uchun, bir yerga borib ovqatlanishingiz, o'zingiz istagan yerlarga bemalol bora olishingiz uchun siz albatta dokumentalniy bo'lishingiz kerak. To'g'ri, unchalik ham ko'p sizni polis xodimlari bezovta qilmasa-da ko'chada, lekin albatta siz ularga to'qnash kelib qolib, ularga tutilib, deport bo'lib ketishingiz ehtimoli juda ham yuqori. Shu sababli ham dokumentalniy bo'lganingiz anchagina 100% siz uchun yaxshi. Demak, Turkiya ancha noqonuniy ishlaydigan muhojirlarni chiqazib yubordi va Turkiyaga kirib kelgan juda ham ko'p insonlarni hali ham o'zining mamlakatiga qaytarish bilan ovora. Juda ham ko'pchilik qaytib ketdi. Shu sababli ham Turkiyada anchagina ish o'rinlari ochilganligi ma'lum qilinmoqda. Turkiyada oyliklar o'rtacha $700 dan $1000 har kim o'zining mehnatiga yarasha haq oladi. O'ylaymanki, videom ozgina bo'lsa ham foydali bo'ldi. Like va podpiska bosish esdan chiqmasa, Turkiya haqida bundan qiziqarli ma'lumotlarni berib borishga harakat qilaman. Hammaga rahmat.